Bir paytlar bu yerlar shamol surgan, sho'r bosgan hayotdan uzoq kengliklar edi. Quyosh qovurgan tuproqda umiddan boshqa hech narsa yo'qdek tuyulardi. Ammo aynan shu joyda iroda ildiz otdi. Mehnat bilan yer uyg'ondi. Avval bug'doy unib chiqdi, keyin paxta, so'ngra bog'lar barpo bo'lib, hayot qayta nafas oldi. Yangi O'zbekistonda shakllangan yangi biznes muhiti va katta imkoniyatlar bu yerda ham yangi tarixni boshlab berdi. Va shu zaminda kelajak sari ishonchli qadam bilan yangi tarix boshlandi. 2017-yilda BNB Trade Group'ning ilk qadamlari qo'yildi. Yangi biznes tafakkuri. So'nggi yillarda davlatimiz rahbari rahnamoligida olib borilgan islohotlar natijasida mamlakatimizda mutlaqo yangi biznes madaniyati shakllantirildi. Xususiy sektor endi ijtimoiy mas'uliyatni o'z ichiga olgan keng qamrovli tizimga aylanmoqda. BNB Holdingning 9 yillik yo'li bu xalqaro maydonda ishonchli qadam bilan odimlangan yangi O'zbekiston ishbilarmonlari brendi ostida yaratilgan tadbirkorlikning yorqin amaliy misoliga aylandi. BNB Holding ilk bosqichida qarovsiz va sho'rlangan keng maydonlarni o'zlashtirish, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, avvalida bug'doy, paxta, mosh va dukkakli mahsulotlar, keyinchalik esa yuqori navli va turli iqlim va tuproq sharoitlariga hamda kasalliklarga bardosh beruvchi hamda yuqori hosilga ega urug' zaxiralari shakllandi. BNB Holding o'z rivojlanishida innovatsiya va resurs tejamkorlik tamoyillariga alohida e'tibor qaratdi. Qishloq xo'jaligida ilmiy tadqiqotlar amaliyot bilan uyg'unlashtirilib, gidrogel texnologiyasini qo'llash orqali suv sarfini 40-45% gacha kamaytirishga erishildi. Jizzax viloyatida joylashgan barcha korxonalarda quyosh panellari o'rnatilib, to'liq ravishda elektr energiyasi bilan mustaqil ta'minlandi va ekologik barqarorlikni mustahkamlashga erishildi. Keyingi bosqichda mahsulotlarni qayta ishlash, saqlash, logistika va eksportga tayyorlash hamda bir qator boshqa yo'nalishlarni o'z ichiga qamrab olgan agrobiznesning yagona tizimi shakllandi. Bugungi kunda BNB Holding tarkibida 27 ta sho'ba va 5 ta qo'shma korxona faoliyat yuritmoqda. Chuqur marketing tahlili va tadqiqotlarga tayangan holda xalqaro moliyaviy standartlarning talablari asosida zamonaviy boshqaruv menejmentini yo'lga qo'yilgani natijasida umumiy qiymati 2 milliard AQSh dollariga yaqin investitsiyaviy loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilib, holdingning iqtisodiy salohiyati va xalqaro ishonch darajasi sezilarli darajada oshdi. Jumladan, holding tarkibidagi BNB Hightech kompaniyasi xalqaro moliyaviy hisobot standartlari IFRS bo'yicha muvofiqlikni tasdiqlanishi, moliyaviy shaffoflikni oshirib, xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan imtiyozli shartlarda kredit mablag'larini jalb qilish uchun zamin yaratdi. BNB Holdingning asosiy yutuqlaridan biri daladan rastagacha, daladan eksportgacha bo'lgan qiymat zanjirini yarata olganidir. Jizzax viloyatining 6 ta tumanida umumiy 30 ming gektarga yaqin joyda, jumladan holding tasarrufidagi yerlar hamda fermer xo'jaliklari va tomorqa yer egalari bilan kontraktatsiya asosida qamrab olingan hududlarda BNB Agro, BNB Agro Cluster va BNB Shifo korxonalari tomonidan turli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda zamonaviy resurs tejovchi agrotexnologiyalar va yondashuvlar joriy etilgan. Keyingi bosqichda yetishtirilgan mahsulotlar BNB NRC Agro Logistics majmuasida saralash, kalibrlash, qadoqlash, saqlash, ichki va tashqi bozorlarga yetkazib berish hamda eksport uchun talab etiladigan barcha turdagi hujjatlarni yagona darcha tizimi orqali tezkor rasmiylashtirish xizmatlari yo'lga qo'yildi. BNB Agro Plus korxonasida zamonaviy sublimatsiya va akustik muzlatish texnologiyalari asosida chuqur qayta ishlash joriy qilinib, jahon bozorlarida yuqori talabga ega bo'lgan eksport mahsulotlari yetkazib berilmoqda. Shu tariqa urug'chilikdan boshlab yetishtirish, chuqur qayta ishlash va tayyor mahsulotni tashqi bozorga chiqarishgacha bo'lgan to'liq zanjir shakllantirildi.
B&B Market chakana savdo tizimi hamda mamlakatimizdagi boshqa savdo tarmoqlari va elektron savdo platformalari orqali barcha yetishtirilgan va chuqur qayta ishlangan mahsulotlarni iste'molchiga to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish mexanizmi yo'lga qo'yildi. Holding korxonalarida chuqur qayta ishlangan 10 turdagi mahsulotlarga FDA sertifikatlari olinib, eksport geografiyasini yanada kengaytirish uchun mustahkam asos yaratildi. Bugungi kunda B&B Holding mahsulotlari dunyoning 40 dan ortiq davlatlariga eksport qilmoqda va 2025-yil yakuniga ko'ra eksport hajmi 75 million AQSh dollariga yetkazildi. Baxmal tumanida Italiyaning Finopera SRL kompaniyasi bilan hamkorlikda zafaron yetishtirish va uni chuqur qayta ishlash hamda eksport qilish loyihasi doirasida zafaron plantatsiyalari 820 gektar maydonni qamrab oldi. USDA Organic xalqaro sertifikatiga ega zafaronning mahalliy piyoz boshlari zaxirasi yaqin yillarda plantatsiya maydonlarining 2000 gektarigacha yetkazilishiga zamin yaratadi. Zafaron brendini nafaqat mahsulot yo'nalishida, balki Horeca tizimi, servis va turizm sohalarida ham izchil rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Bu orqali brend iste'molchiga yaxlit tizim sifatida namoyon bo'lmoqda. Jumladan, Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani va Jizzax viloyatining Zomin tumanida faoliyat yuritayotgan Zafaron Premium Hotel majmualari, shuningdek, ular tarkibidagi Zafaron restoranlari mintaqaviy turizm va Horeca infratuzilmasini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, Jizzax shahri va Toshkent viloyatining Chinoz tumanidagi Zafaron restoran tarmog'i yuqori sifatli servis, o'ziga xos gastronomik yondashuv va gastro-shoular bilan mijozlar mehr qo'ygan yetakchi maskanlardan biriga aylandi. B&B Global sayohat kompaniyasi esa turizm xizmatlarini yagona platformada birlashtirib, viza, tur paket, aviachipta va gid xizmatlarini tizimli yo'lga qo'ydi. Shuningdek, Jizzax va Toshkent viloyatlaridagi B&B Village majmualari mahalliy aholi, sayohatchilar va magistral yo'ldan o'tuvchi yo'lovchilar uchun zamonaviy xizmatlar jamlangan muhim infratuzilma nuqtalariga aylandi. B&B Holding xalqaro faoliyatida mingdan ortiq xorijiy hamkorlar, shu jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari hamda yevropalik hamkorlar bilan bir qator istiqbolli qo'shma investitsiyaviy va eksport loyihalarini amalga oshirishga erishdi. Jumladan Costco Wholesale va Natters Food & U kompaniyalar bilan hamkorlikda yuqori sifatli mahsulotlarni yetkazib berish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Avstriyada Agrotech GmbH kompaniyasi bilan hamkorlikda savdo ayirboshlashni kengaytirish maqsadida Agro-Invest qo'shma korxonasi tashkil etildi. Niderlandiyaning zamonaviy bog'dorchilik texnologiyalarini joriy etishga qaratilgan B&B Garden loyihasi amalga oshirilmoqda. Italiyadagi Oro Rosso Milano loyihasi zafaron eksporti va logistika yo'nalishlarini izchil kengaytirishga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Italiya bilan hamkorlik ushbu yo'nalish bilan cheklanib qolmasdan, qishloq xo'jaligi, qayta ishlash, energetika hamda sport sohalaridagi qator qo'shma tashabbuslarni ham qamrab olmoqda. B&B Holding faoliyatida sportni rivojlantirish, yoshlar salohiyatini qo'llab-quvvatlash, madaniy merosni asrash va hududlarda yashash sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan tashabbuslar holding faoliyatining muhim va ajralmas qismiga aylangan. 2021-yilda tashkil qilingan B&B Professional Futsal klubi 3 karra O'zbekiston Oliy Ligasi va O'zbekiston Kubogi hamda 2 karra O'zbekiston Super Kubogi g'olibligini qo'lga kiritgani holdingning bu sohadagi tizimli yondashuvini yaqqol namoyon etadi. B&B Holding ta'sischilar kengashi raisi Bekzod Akmalovich Mamatqulov bir vaqtning o'zida 2024-yilda tuzilgan O'zbekiston Futsal Federatsiyasi prezidenti hamda O'zbekiston Futbol assotsiatsiyasi ijroiy qo'mita a'zosi sifatida faoliyat olib bormoqda. O'zbekistonda jamoaviy sport turlariga yoshlarni keng jalb qilishga qaratilgan davlat siyosatini qo'llab-quvvatlash hamda sport turizmini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida so'nggi yillar davomida 3 marotaba jahon futbol afsonalarining mamlakatimizga tashrifi tashkil etildi. O'zbek milliy futbolining 110 yilligida, Yoshlar kunida 2025-yil Super Kubok tadbirlarida
Yosh iqtidorli shaxmatchilarni qo'llab-quvvatlash esa kelajak avlodning intellektual salohiyatini rag'batlantirishga qaratilgan muhim qadamlardan biri bo'ldi. Holding o'z faoliyat yuritadigan hududlarda mahalliy infratuzilmani yaxshilash va madaniy qadriyatlarni asrashga ham alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Ular qatorida Sharof Rashidov tumanida Amiri Axtam ziyoratgoh majmuasining barpo etilib, madaniy meros agentligiga topshirilishi, Arnasoy tumanidagi Cho'lquvar ulgurji va Chakana savdo majmuasi foydalanishga topshirilishi mahalliy aholining ijtimoiy hayotini yaxshilashga xizmat qildi. BNB Holdingning jamiyatimiz va hududiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan uzoq muddatli harakatlari jamoatchilik tomonidan munosib baholanmoqda. O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi hamda O'zbekiston avtotransport assotsiatsiyasi va yana bir qator jamoat tashkilotlari hamda mahalliy hokimliklari tomonidan holding ijtimoiy faolligi va qo'shib kelayotgan hissasi tufayli munosib e'tiroflarga sazovor bo'lmoqda. BNB Media Markaz chuqur rejissyura, mahoratli aktyorlar, sun'iy intellekt va zamonaviy reklama, qolaversa kinoindustriya texnologiyalaridan samarali foydalangan holda o'ziga xos yuqori sifatli va kreativ media kontent yaratib, hozirda milliy kontent yaratish bozorida o'zining professional o'rnini mustahkamladi. Bugun holding o'z oldiga yanada katta maqsadlarni qo'ymoqda. Yangi loyihalar, yangi bozorlar va yangi imkoniyatlar inson kapitalini rivojlantirish bilan uzviy bog'liq va kelgusi bosqichning asosini tashkil etadi. Har qanday mehnat va o'z yurtining taqdiriga, xalq farovonligiga ko'rsatilgan xizmat munosib e'tiroflarga loyiq bo'lishi lozim. Holding asoschisi o'z tashabbuskorligi, bilim va tajribasini namoyon etib, tadbirkorlik sohasida ibrat va namuna ko'rsatayotgani, shuningdek, mamlakat ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun Mamatqulov Bekzod Akmalovich faol tadbirkor ko'krak nishoni hamda do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. Holding tizimida ham BNB ehtiromi ko'krak nishoni ta'sis etilib, eng munosib xodimlarni rag'batlantirish tizimini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. BNB Holding yangi O'zbekiston bilan birga kelajak sari ishonchli qadam bilan odimlamoqda. BNB Holding